Ömrümüzden suluyoruz dünyadan. Ama var, ömrümüzden müşkazatlı nefretin dünya gözlüğümüz var. Kıtayımızın dünya kanatımız var. Lakin sizde bir yıl oda durup anlık bulamadı. Şu seyatçısı beyaz rahmetimiz minnettarım. Üstünden belgeye geldim. Abdüşkür, şu sağlık cemiyetine de ben de sizden bugünkü bu paylaştığınızı var. Hatta yani sizden de Hristiyanlık fedakarlarımızla tüm çalışmalar, Savaş Partisi'yle tebrikler geri adımımızın kahramanımızla Rahmat Zeydeka, Allah avval yaxshi bo'lgan. Bir yil bo'ldi, elimiz o'sha turib namoyish qilyapti. Bugun mana Avropadagi bir necha davlatlarning qarindoshlarimiz elimizniki bir yillik faoliyatini tabriklab kelibdi. Nihoyat xush bo'ldik. Albatta bu elimiz qilganini biz qilolmaymiz. Bu bunchalik bir iroda bo'lmoq oson emas. Bir yillar bo'ldi. Shamol, yomg'ir, har qanday bir eg'ir kunlarda nihoyat yaxshi shu millatning davosidan olib kelyapti. Yana bir narsa, bu inimiz o'zining ota-onasi emas, butun Sharq Turkistondagi ota-onalarni, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizning oldidan dunyoga olib deb o'ylayman. Shunga Alloh razı olsun inimizdan. Bak xush bo'ldik, hayajonlandik. Assalomu alaykum, ikramli qarindoshlar, hammalarga Allohning salom bo'lsin. Bugun Amsterdam Dam meydanida namoyish qilganimdan keyin 1 yil to'shgan kuni bu munosabatda Amsterdam Dam meydaniga chidırtık eman bütün meşhur şəxslərinin resimləri hem resimləri ko'rish orqali dunyoga Sharq Turkiston bulayotgan qirg'inchilikni anglatish uchun shundaqla Uyg'ur musiqalari bilan shu musiqalarni chalgan Uyg'urlarga ma'naviy jihatdan kuch-quvvat bergan shu xalqimizning hammasi bugungi kunda Xitoy tajovuzning jazo lagerlarida insoniyatga yot bo'lgan zulmlarni ko'ryapti. Shu zulmlarni dunyoga anglatish uchun bugungi Amsterdamga chidırtık faoliyatimizni boshladik. Qarindoshlar Necmiddin Belgiya'dan keldi, Abdüşkür kam Şvetsiya'dan keldi. Zeyd'in kam Ürümçi restoranının lobine şundaqla restoranın igisi, şundaqla Dünya Uyghur Kurulu'ndaki medeniyet bilimindeki müdiri ki atada yoklap ketdi. Başka qarindoshlar var. Tek biz saq iş bulanmagan top. Hemmenlige köp rahmet. Tek biz resimlerimiz tizip bulanmadık. Birazdan keyin yana naq meydandan taqitimiz. Hemmenlige qo'llab quvvatlab ma'naviy jihatdan qo'llab qolgan barliq qarindoshlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Rahmat.